Lentochniy reska. Bu reska faqat metalli kesishga mo'ljallangan lentasi mo'shni bahvat. Buni hozir to'liq obzor qilib, kesishini ham ko'rsatib beraman. Bu yerda skorsini regirovka qiladigan, ya'ni mana qarang. Bu skorsning regirovkasi metalli katta kichkinasiga qarab turib qo'yib, bemalol kesib olishga mo'ljallangan. Bu yerda svetlari bor. Keyin mana bu narsasini bitta ko'tarsangiz, bundoq tushishni boshlaydi. Hop, bu qotiriladi. Mana bu oddiy petlyasini ana ko'ring. Petlyasini turganda qotadi, shunday qilasiz. Bo'ldi. Hop, bu apparat abrezasida turgan, biz ko'rsatib beradigan apparat. Siz zakaz qilsangiz, yangisi korobkada boradi. Hozir buni kesishini ko'rsatib beraman. Stanok qalin, katta metallar kesishga mo'ljallangan. Endi buni siz aytishingiz mumkin, bolgarkada ham kesib tashaveramiz. Lekin katta prutlari bitta mijozimiz olganda bizga tashlab yubordi videosini, katta prutni kesib ko'rgan. O'shani ham joylab qo'yaman. Video davomida ko'rasiz.